Bilyapsiz? Jonivor. Gap yo'q. Poychasini ochtiring qani? 90 tagi. Pisayapti-da 90 da Azizbek. Qo'y yotib olyapti. Ha, 90 atrof aka. Ikki tish qo'yga endi uncha-muncha bo'yda aka ikki tishga. Ichiga qo'shiladi, endi shuni ko'rsating. Ikki tish akalar shunda bo'yini olaveradi. 90 plus minus qo'y. Mana ichida ko'rasizlar. Umuman aytganingizda bilinmay ketdi aka. Mana shu qo'ylar aka. 85 plus atrofi. Endi aka videoda har xil ko'rinadi-da, shuning uchun bir bo'ylarini ham bir ko'rsatib o'tib ketdik. O'lchagan qo'yimiz mana shu akalar. Mana ko'ringizlar. Akalar qancha maqtasa ham, pastga ursa ham shu qo'y akalar. Aka endi bularni narxini ayting. Aytganda ham endi men aralashib yotmay aka, qo'y sizniki. Qancha qo'yishingizni o'zingiz bilasiz aka. Olgan odam baraka topaydigan. Shunday qilib qo'ying, olgan odam baraka topsin, nasib. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz ko'pchilikka tanish bo'lgan Dilshod akamizning qo'ralaridamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Sizlar yaxshimi? Chorvalar bilan charchamayapsizmi aka? Dilshod akamizda shunday sariq qo'ylari bor ekan. O'shani shu yerga kelgan. Bularni ma'lumotlarini Dilshod akamizdan so'raymiz. Videolarni kuzatib borasizlar. Dilshod aka, endi bularni bir ma'lumotlarni tanishtirib o'tasiz. Birinchi sonini aytay. Soni 36 dona. Xudo xolasa bo'g'oz qo'ylar. Nasib oshdi, qo'shqa yurgan ichida. Avvali xudo, va ozoddan bir 15-20 kun qo'shib qo'ysa, yana ham aniq bo'ladi. Bitta qo'chqor bilan? Bitta qo'chqorni qo'shib qo'ysa, aniq bo'ladi. Yoshlari bir 27 28tasi birinchi, ikkinchi qoringa. 7-8 qorin bor. Hammasi deyarli yosh. Keladi, og'zini ochib ko'radi, agar yoshi katta qarisi bo'lsa, bepul bonusga. Gap. Ay, bu yoq o'z ko'rinib turibdi aka, qo'ylar. Ushlab 4 tasini ushlab ko'rsating aka. Videoni cho'zmaymiz, odamlar vaqtini olmaymiz, shartsiz. Bilgan odam o'zi olaveradi. Mana 2 tish qo'y, mana. 2 tish qo'y. Tishini ko'rsating. Isbot bilan. Shu 2 tish. Endi bular xolasa endi birinchi qoringa tug'adi-da. Bu yil qochadi, keyingi tug'adi narsa qilsa. Qo'ylarni ko'rsating. Lekin bu qo'ylar sifati boshqa qo'y ekan aka. 4 tish. Mana. Xudosin ikkinchi qorini bo'lgan. Kim olsa ham barakasini bersin aka. Baraka topsin. Qo'ylar holati mana shunday. Hammasi 40 mol. Yosh qo'ylar. Bular nima bu? Mana chekkadan. Endi tish bizga ular, birinchisiga. Lekin nasib uncha-muncha qo'ydan ziyod bo'ladigan qo'ylar ekan. Mana ko'rsanglar, hammasi o'zi 40 mol. Azizlik bunday. Yuni buzilgan, jins sifatida buzilgan qo'y yo'q. Akalar ko'rib olingizlar. Endi men misol tomosha qiladigan odamlar bilan sizni o'rtangizdagi odamda aka. Men hammasini yoritib berishim kerak. Aka, bir bu yoqqa bir haydab ko'rsating, bitta o'tsin. Odamlar bir ko'rsin. Tomoshabinlar. Akalar. Jonivor, mana bu qo'ylar qarang. Mana shu qo'y nima qo'y aka? Qaysi? Mana shu. 2 tish qo'y. Urushdan qani? 2 tishga o'xshamayapti-ku. Va aytgandek, qo'chqorni ham bir hajolat qilib qo'yadigan qo'ylar ekan. Bilyapsiz? Jonivor. Gap yo'q. Poychasini qo'ylarda akalar e'tibor berganda qirg'ligi, endi gavda tuzilishi, poycha ham ko'p ahamiyatga ega. Qo'lingiz to'ladi. Keyin qo'yda akalar sharligi ham ko'p ahamiyatga ega. Endi dashda yurgan odamlar biladi uni. Shar bo'lsa, uni bo'ridan omon qoladi mana shu. Misol bitta bo'ridan eminda keyin kasalliklarga aka chidamli bo'ladi, juda chidamli. Changda ham qolib ketavermaydi. Shunday. Mana endi ko'rsating qarang qo'ydi. Endi akalar qancha maqtasa ham, pastga ursa ham shu qo'y akalar. Ko'rib olyapsiz, molni bilan aka, narxini nima deyapsiz endi bularni? Endi aka qarang. Insofda aka sizga bersin. Endi bir narxni qo'ying. Aka, narxni qo'yiga qarab. Aziz bular bir joyga olsa, 7.200 dan qilib beraman. O'tar joyingiz qanday? Ustiga kelsa xayri bor, muomala qilib beraman. Savdosi-chi? Savdosi bor. Kelishtirib beraman. Qo'yiga qarab olaverasiz. Bozorda 5 mingga ham qo'y bor, 6 mingga ham, 10 mingga ham qo'y bor. Aka endi bularni narxini ayting. Aytganda ham endi
Men aralashyapman aka, qo'y sizniki. Qancha qo'yishingizni o'zingiz bilasiz aka. Moliga qarab Ha. qo'yamiz. Olgan odam baraka topaydigan. Shunday qilib qo'ying, olgan odam baraka topsin, nasib. 7 milliondan qilib beraman, beshalasini murjaga. 7 milliondan Qo'shaqa baraka topsin. o'tar qaytari qanday aka? Pulboqsa xayrni qilib beraman. Pes qilib beraman. Undan pasiga ham beraverasiz? Pulboqsa muomala qiladi, beshalas bir joyga bo'lsa. Agar bitta ikkita oladigan bo'lsa, qo'shsa qarab kelishamiz. Akalar ko'rasizlar. Qashdan deya bu qashdan 6 ta olaman. Qo'shsa qarab kelishamiz. Hamma ham bir joyga olinmaydi-ku. Shuni shu misol 3 ta 2 ta bo'lsa, misol bitta bo'lsa, mayli bundayroq bersangiz ham 3 ta 2 ta bo'lsa, Shu puldan agar beraman. shu puldan ham o'tib bering aka. Bu pulboqsa kelishamiz. Mana shu qo'zilar akalar. Shu fevral nari beri qo'zilarga o'xshayapti-da aka. Shu yerdan martda. Qo'zilar holati. Dastavkalari bor-a? Bor, ha. O'zingiz hisobingizda. Ha, dasturxon qilib beraman. Qo'zilar.